İkinci bab. Aziz balalarım, men sizlarni gunoh sodir qilmasin deb bu so'zlarni yozmoqdiman. Mubodo birimiz gunoh sodir qilsak, oqlig'uchimiz bo'lgan odil Ayso Masih arishdagi otimizning oldida bizni oqlaydi. Ayso Masih gunohlarimizning kechirim qilinishi uchun qilingan qurbonlikdir. Uning o'z jinini qurbon qilishi faqat bizning gunohlarimiz uchunla emas, balki butkul dunyodagi insonlarning gunohlari uchundir. Xudoning amrlariga amal qilsak, u chaqda Xudoni to'nganligimizni bilalaymiz. Xudoni to'nayman deb turib, uning amrlariga amal qilmagan kishi yolg'onchidir. Uningda haqiqat yo'qdir. Lekin Xudoning so'ziga amal qilsak, Xudoga bo'lgan mehr muhabbatimizni haqiqatan mukammal ifodalagan bo'lamiz. O'zimizning Xudoga bog'lanib yashayotganligimizni ana shuningdan bilalaymiz. Xudoga bog'lanib yashayman degan kishi Ayso Masihga o'xshash yashashi kerak. Qadrli qarindoshlar, sizlarga burun anglab baxmagan yangi bir amirni emas, balki burundan tortib sizlar qabul qilib kelayotgan koni amirni yozmoqdiman. Bu amir Xudoning sizlar burundanla anglab kelayotgan so'zidir. Lekin bu amirni yangi amir desakmi bo'ladi. Chunki uning haqiqat ekanligi Ayso Masihning hayotida va sizlarning hayotinglarda namoyon bo'ldi. Qorong'ulik oxirlashmoqda. Haqiqiy yorug'lik bo'lsa, o'z nurini kechishga boshlamoqda. Kim o'zini yorug'likda yashayotman deb turib, qarindishiga o'chmanlik qilsa, u yanila qorong'ulikda turayotgan bo'ladi. Qarindishiga mehr muhabbat ko'rsatgan kishi yorug'likda yashaydi. Uningda gunohga boshlaydigan hech nima qolmaydi. Lekin qarindishiga o'chmanlik qilgan kishi qorong'ulikdadir. U qorong'ulikda mangidi va qayaga ketayotganligini bilmaydi. Chunki qorong'ulik uning ko'zlarini ko'r qilib etgan. Aziz bolalarim, men bu xitimni sizlarga yeziyotiman. Chunki gunohlaringlar Ayso Masih orqali kechirim qilindi. Otalar, buni sizlarga yeziyotiman. Chunki sizlar azaldan bor bo'lg'ichini to'litinglar. Yigitlar, buni sizlarga yeziyotiman. Chunki sizlar shayton ustidan g'alaba qildinglar. Aziz bolalarim, buni sizlarga yeziyotiman. Chunki sizlar arishdagi otimizni tonidinglar. Otalar, buni sizlarga yeziyotiman. Chunki sizlar azaldan bor bo'lg'ichini tonidinglar. Yigitlar, buni sizlarga yeziyotiman. Chunki e'tiqodinglar kuchlik. Xudoning so'zi qalbinglarda yashaydi. Shayton ustidinmi g'alaba qildinglar. Bu dunyoni va bu dunyodagi ishlarni so'ymanglar. Bu dunyoni so'ysanglar, arishdagi otimizni so'ymagan bo'lasizlar. Chunki bu dunyodagi ishlar, ya'ni jismoniy havas, ochko'zlik va mag'rurlikqa o'xshashlarning hammasi bu dunyoga mansub bo'lib, ular hargizmi arishdagi otimizdan kelgan emas. Bu dunyo va uningdagi havaslarning hammasi o'tib ketadi. Lekin Xudoning irodasiga amal qilgan kishi mangu yashaydi. Aziz bolalarim, zaman oxiri bo'lib qoldi. Sizlar Ayso Masihning raqibining oxir zamonda keldiganligini anglagan. Amaliyotda hozirning o'zidila nurg'unlari maydonga chiqdi. Buningdan zaman oxir bo'lib qolganligi bizga ma'lum. Ular oramizdan chiqdi, lekin ular
bizning kishilarimizdan emas. Chunki bizning kishilarimizdan bo'lgan bo'lsa, bizdan ayrilmagan bo'ladi. Ularning ayrilib ketishi hech qaysisining rostilla bizning kishilarimizdan emasligini ko'rsatib berdi. Sizlar bo'lsanglar, Ayso Masihdan muqaddas ruhni qabul qildinglar. Shuning uchun hammanglar haqiqatni bilasizlar. Sizlarga bu xatni yezishimdagi sabab sizlarning haqiqatni bilmaganliginglar uchun emas, balki haqiqatni bilib, yolg'onchilikning haqiqatdan kelib chiqmaydiganligini tushunganinglar uchundir. Amisa kim uchiga chiqqan yolg'onchi? Hazrati Aysoni rad qilib, uni Masih, ya'ni qutqizuvchi emas deb qarg'an odam uchiga chiqqan yolg'onchidir. Arishdagi otimizni va uning o'g'li Ayso Masihni rad qilgan kishi Ayso Masihning raqibidir. Xudo o'z o'g'lini rad qilganlarning otisi bo'lmaydi. Aksicha, uni e'tirof qilganlarning otisi bo'ladi. Burundan anglab kelayotgan ta'limni davomliq qalbinglarda saqlanglar. Shunda qilsanglar, sizlarmu davomliq arishdagi otimiz va uning o'g'liga bog'lanib yashayotgan bo'lisizlar. Ayso Masihning bizga qilgan va'dasi bizni mangu hayotlikqa erishtirishdir. Sizlarni ozdirmoqchi bo'lganlarni ko'zda tutib, bularni sizlarga yozdim. Sizlarga kelsak, Ayso Masih sizlarga ato qilgan muqaddas ruh qalbinglarda bo'lg'ashqa, sizlar boshqalarning yangi ta'limiga muhtoj emassizlar. Muqaddas ruh sizlarga hamma haqiqatni o'rgatadi. Chunki u haqdir, yolg'on emasdir. Shunga mushu haqiqat bo'yicha davomliq Ayso Masihga bog'lanib yashanglar. Demak, aziz bolalarim, davomliq Ayso Masihga bog'lanib yashanglar. Shunda qilsanglar, u qaytib kelganda yuragimiz to'xtirdi. Ham uning oldida xijolatchilikda qolmaymiz. Xudoning odil ekanligini bilgan ekansizlar, odillikqa amal qiluvchilarning uning farzandlari ekanligini bilaysizlar.